Bilamiz, ayrim ayollarni masalan turmush o'rtoqlari ishlatmaydi, uyda o'tirishadi. Ular masalan pensiyaga chiqa oladimi? Menimcha, uy bekasi bo'lgan ayollarni mana shu savol qiziqtirsa kerak. Albatta, bu bo'yicha qonunchilikda mana o'zgartirish kiritildi. Mana shu pensiya masalasi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun tartibga soladi. Shu o'rinda bir narsani e'tiborga qaratmoqchiman. Ko'pchilik chalg'itib qo'yadi bu yerda ham. Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun bor. Hamda fuqarolarning jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun. Bular alohida ikkita ijtimoiy munosabatni tartibga soladi. Bu haligi xodimni ish haqidan o'sha 0,1% o'tib turadi, ertaga pensiyaga chiqayotganda bu pul jamg'ariladi. Bu o'sha fuqarolarning jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun, alohida qonunchilik. Endi hozir mana biz gaplashayotgan pensiyalar, demak, o'sha fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Mana shu qonunda 37-moddasi bor, o'zgarish kiritilgan. Ya'ni agar misol turmush o'rtog'i, misol er yoki xotin ishlamasa, demak uni turmush o'rtog'i demak o'zini o'sha daromadlari hisobidan ijtimoiy soliq to'lasa, turmush o'rtog'i ham staj ketaveradi, garchi u ishlamasa ham. Demak, o'sha qonunda 37-moddasida o'sha ish stajiga qo'shib hisoblanadigan faoliyat turlari bor. Demak, agar siz aytgandek savolda so'ralganda uy bekasi bo'lsa, misol turmush o'rtoqlari ishlaydi. Turmush o'rtog'i demak o'zini o'sha daromadidan o'sha ayoliga ijtimoiy soliq to'lab borsa, demak bu ayol ham ertaga pensiyaga chiqishi mumkin. Mana yuqorida ta'kidlab o'tdik, yoshga doir pensiyaga chiqish uchun kamida 7 yil staj kerak. Demak, kamida 7 yil ijtimoiy soliq to'langan bo'lsa, demak mazkur savoldagi uy bekasi bo'lgan ayolimiz 55 yoshdan yoshga doir pensiyaga chiqishlari mumkin bo'ladi. Faqat o'sha turmush o'rtoqlari ijtimoiy soliqni to'lab borishlari kerak bo'ladi. Qo'shimcha ijtimoiy soliq miqdori, ya'ni bugungi kunda bazaviy hisoblanish miqdorining 1 baravari 412 ming so'm to'laganlarda ayollar o'sha belgilangan tartib 1 yillik stajiga ega bo'lishlari mumkin bo'ladi. Uni yana bitta narsa, shu o'rinda yana bitta qiziq savol. Shuni 7 yilligini bitta qilib sotib olsak bo'lmaydimi deyiladi, yo uni o'sha davriy ravishda to'lab borish kerak bo'ladi. Demak, har yili mana shu belgilangan soliqni to'lab borish kerak. Shundagina ularga kerakli bo'lgan staj yoziladi. Xuddi shunday, misol bittada to'lab bo'lmaydi. 55 yoshga to'lib turib, mana misol o'sha O'ktamjon aka aytganlaridek bazaviy hisoblanish miqdorining 7 baravarni birdaniga to'lab uni stajni sotib bo'lmaydi. Shuning uchun uni davriy ravishda har yili to'lab borilsa, shu narsaga e'tibor berish kerak ekan.